Saudiyada shifokor bo'lib ishlaydigan bir ayol aytadi. Bir kuni oldimga 30 yoshlar atrofida bo'lgan Muhammad ismli bir kishi keldi. U bilan onasi bor edi. Uni qattiq ushlab olgan edi, chunki u undan qochib ketmoqchi edi. Bu ayol ro'molni yechib tashlab yuborar edi. U esa olib kiydirib qo'yar edi. Bu ayol uni urib, qo'lni tirnab, yuziga tupurar edi. U esa javoban tabassum qilib qo'yar edi. Onasi xonaga kirdi va ro'molni yechib uloqtirib yubordi va aqldan ozgan odamlarga o'xshab kulishni boshladi. U shifokorning stoli atrofida aylanib yurar edi. Shifokor Muhammaddan so'radi: "Kim bu ayol?" "Onam" deb javob berdi. Unga nima bo'lgan? Aytdiki, u aqldan ozgan holatda tug'ilgan. Unda u seni qanday tug'gan dedi. Aytdiki, bobom uni otamga turmushga bergan. Alloh unga o'g'ilni berishi uchun ekan. Otam unga uylanib, birinchi yiliyoq ajrashgan. Onam menga homilador bo'ldilar va meni dunyoga keltirdilar. Va 10 yoshimdan beri men unga g'amxo'rlik qilib yuraman. Men u uchun ovqat tayyorlayman. Agar uxlagani yotsam, oyog'imni uning oyog'iga bog'lab qo'yaman. U qochib ketsa-yu, keyin uni topolmasligimdan qo'rqib, "Nega uni olib kelding?" dedi. Aytdiki, uning diabeti va biroz issiqligi bor. Onasi esa bu payt kulyapti va menga kartoshka ber deyapti. U esa cho'ntagidan kartoshka olib onasiga berdi. U uning yuziga tupuryapti. U esa kulib yuzni artib tashlayapti. Shunda shifokor so'radi: "Bu ayol onang seni tanidimi?" U aytdiki, "Allohga qasam, men uning o'g'li ekanligimni bilmaydi, lekin meni yaratgan zot u mening onam ekanligini biladi." Shunda onasi bu bolaga aytadi: "Hoy bola, sen yolg'onchi ekansan. Nega meni Makkaga olib bormading?" U televizorda Makkani ko'rib qolgan edi. U aytdi: "Payshanba kuni ona, men seni u yerga payshanba kuni olib boraman degan edim-ku." Shifokor undan so'radi: "Uning bo'ynidan soqit bo'lgan bo'lsa ham, uni olib borasanmi? Uni umraga olib borasanmi?" U aytdiki, "Har safar u Makkaga borishni xohlasa, men uni olib boraman. U men qilishga qodir bo'lgan biror narsani xohlasa-yu, men u xohlagan narsani qilmaslikni xohlamayman." Keyin u onasi bilan xonadan chiqib ketdi va shifokor eshikni yopib, qattiq yig'i bilan yig'lashni boshladi. Va aytdiki, "Men ota-onaga yaxshilik haqida eshitgan edim, lekin onasi u uni bolasi ekanligini bilmagan erkakni, butun hayoti onasining oyog'i ostida bo'lganini, unga Alloh bu go'zal yaxshilik sahifasini yopmagunicha yaxshilik qilganini ko'rmaganman. U uni aqldan ozganlar shifoxonasiga berib yuborishga qodir edi, lekin u unga o'zi g'amxo'rlik qilishni ixtiyor qildi, unga jannat eshiklari ochilishi uchun. Allohim bizni fazlingdan mahrum qilmagan."